Bunyodkor stadioniga barchangizni g'oyibona taklif etamiz. Ayollar futboli diqqatimiz markazida bo'ladi. Ayollar futboli bo'yicha 2026-yil bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogi bahslari uchun saralash bellashuvlari ayni vaqtda Osiyo qit'asida start olgan. Qit'amizning turli mintaqalarida, turli davlatlarida ushbu saralash bosqichidan o'rin olgan uchrashuvlar bo'lib o'tyapti va aynan bizning jamoa O'zbekiston ayollar milliy terma jamoasi o'rin olgan guruh uchrashuvlari Toshkentda va Bunyodkor stadionida o'tkazilyapti. Bugun mana shu F guruhida 2 o'yin bo'lib, gol urishga harakat qilsa men hech ham ajablanmayman. O'zbekiston 10 ta gol urgan, Nepal undan ham ko'p uramiz deb tushadi, chunki gollar farqi katta ehtimol bilan rol o'ynab qolishi mumkin. Qolaversa 3-tur bor. 3-tur bu guruhda finalga aylanadi. Agar qachonki O'zbekiston hamda Nepal bu turda o'ziga tegishli bo'lgan natijani qayd etsa, ya'ni g'alabani qo'lga kiritib 3-turga olib qolsa yo'llanma masalasini. Lekin boshqa variant ham bor. Bunga ishonish biroz qiyin. Shri-Lanka Nepalni yutib, O'zbekiston Laosga yengilishi. Shunda barcha jamoalarda 3 tadan ochko bo'ladi va 3-tur haqiqiy 2 ta o'yinda ham final bo'lib ketadi. Ammo bu juda qiyin. Nega bunday deyapman? Bu guruhlarda har bir guruhda birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoalargina Osiyo Kubogiga yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Hozir esa Shri-Lanka terma jamoasi birinchi hujumini tashkil etmoqchi. Uchrashuvni boshlab berishdi. Birinchi daqiqa o'tib boryapti. Men esa sekin tarkiblarga e'tibor qarataman. Shri-Lanka terma jamoasi mezbon sifatida o'ynayapti. Oq libosda ekranning chap tomonidagi darvoza aynan ularga tegishli. Darvozada birinchi raqamda Sakura Sevandi Suba. Lekin mana shu Nepal terma jamoasining o'yinlariga qiziquvchilar soni juda ham ko'p. Masalan, ko'rgandirsiz, ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Nepal va Laos terma jamoalari ishtirokidagi o'yinni bir kunda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi YouTube sahifasida 1 milliondan oshiq inson kuzatdi. Kuzatuvlar soni juda katta raqamlarni anglatadi. Hattoki milliy terma jamoamizning o'yinlarini bu qadar kuzatishmagan. 2025-yil boshida Nepal aholisi 29 milliondan sal ko'proq edi. Lekin mana shu demografik holat bunday bo'lsa-da, jamoa milliy terma jamoasining o'yiniga qiziqishlar ancha katta ekanligi ma'lum bo'ldi. Nepal hujumda, shuningdek Laosda ham albatta qiziqish bor edi. Ya'ni Laos aholisini ham hissasi bor. Kuzatishgan ular ham. Lekin Laosda 7 milliondan sal ko'proq aholi yashaydi. Standart ma'lumot o'rnida aytib o'tdim. 11-raqamdagi Nepal vakili Anita Basnet to'pni burchakka o'rnatdi va o'zi burchak zarbasini amalga oshiradi Anita. Ammo bosh hakam Wang Chie hali ruxsat bergani yo'q. To'xtatdi qaytamiga tayyorgarlik ko'rayotgan futbolchini. Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan so'ng gol urdi. Standartlarga urg'u beryapti. Va ko'rdikki juda ham oddiy kutib oldi to'pni Shri-Lankaliklar. Biz standartlarda bunday holatni ko'p bora ko'rishimiz mumkin. 12-raqamdagi futbolchi Gita Rana gol muallifasi. Takroriy lavha hozir bizga namoyish etiladi. 1-0 hisobda adashib ketmasak bo'lgani. Hali boshlanishi bu. Mana ko'rdingiz. Hech kim hujum boshlayapti ular. 2026-yilgi Osiyo Kubogi bahslari Avstraliyada 1-21 mart kunlari bo'lib o'tadi. Ya'ni o'sha turnirga 9 oydan kamroq vaqt qoldi.
jamoalar tayyorgarlikni allaqachon boshlab yuborishgan va mana hal qiluvchi palla saralash turniri ham yetib keldi. Turli guruhlar turli davlatlarda saralash o'yinlari o'tkazyapti. F guruhida aytib o'tdim, O'zbekiston terma jamoasi mezbonlik qilyapti. Shri Lanka, Nepal hamda O'zbekistondan tashqari Laos ham shu yerda. Zo'r o'tish. Mana bu pas himoyachidan o'tmadi. 9-raqam egasi Sabitra Bhandari jamoa sardori, jamoa yetakchisi. O'ng qanotdan yurish tashkil etilyapti. Ikkinchi qavatdan uzatma. Oldinga tepib yuboradi Shri Lanka vakilasi. Bunyodkor stadioni maysasi biroz shu markazda siyraklashgandek ko'rinyapti. Balkim kadr bizning mutaxassis Kotrina Kulbeti bilan birgalikda Litva terma jamoasida faoliyat olib borishgan. Demak, Nepal Laos bahsida Basnet dubl muallifi bo'ldi jamoa yetakchilaridan Anita Basnet, shuningdek Bhandari, mana shu futbolchi Bhandari Nepal terma jamoasi sardori, 9-raqamda o'ynaydi. U poker qayd etdi. 4 ta gol urdi u. Limbu, Gihising va Intafon aniqrog'i bittadan golni o'z hisobiga yozib qo'ydi. 15-daqiqa o'tib boryapti. Hisob esa 1-0 Nepal oldinda. Xavfli vaziyat bo'ladimi? Bo'lmadi. Anita Basnet jamoa yetakchilaridan biri, 1994-yilda tug'ilgan futbolchi. 11-raqam ostida harakat qiladi Anita. Sardori 1996-yilning 23-may kuni tug'ilgan hujumchi, Lamjungda tavallud topgan. 29 yoshda ushbu futbolchi va u Nepal chempionatida to'p tepadi. Lamjung va Gimpang jamoasida. Nepal terma jamoasida lekin anchagina o'yinlar o'tkazib bo'lgan. 55 ta bahsda 62 ta gol urgan mana shu futbolchi. Ya'ni o'yinlari sonidan gollari soni ko'proq. Har qanday futbolchi havas qilsa arziydi. Lekin raqiblarning saviyasi ham shunga yarasha. Nepal futbolidagi eng ko'p gol urgan futbolchi milliy terma jamoa safida mana shu futbolchi. Jamoa sardori Bhandari. Aynan u to'p uchun kurashda edi. Ortga qaytarildi. Paslar. Jarima maydoni atrofida himoyachilar ham qo'shildi. Bemalol Samiksha Gihimeri xohlagancha kelib qo'shilishi mumkin hujumga, chunki bir darvozaga hujum bo'lyapti faqatgina. Shri Lanka faqat qarshi hujum bo'ladimi Shri Lankada? Yo'q. Buning imkoni bo'lmadi. Ushbu uchrashuv Toshkent vaqti bilan 17:30 da start oldi. Kechroq 20:30 da esa O'zbekiston terma jamoasining o'yini bor. Bangladesh bilan. Mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi. Ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bhandari gol muallifi. Nepal ishqibozlarini ko'rishingiz mumkin. Ortga qaytarildi. To'liq ustunlik aynan qizil libosdagi futbolchilarda. Tajriba juda kam va hattoki o'ynash ko'nikmasi ham topilmaydi. Oq libosdagi Shri Lankada juda kuchsiz. Menimcha Nepal ham zaxira bilan o'ynayapti. Ya'ni bor kuchini ishga solayotgani yo'q nepalliklar.
Burchak zarbasi. 3-chi burchak zarbasi amalga oshirilyapti. Birinchisida gol urildi. Yuqoridan darvoza tomon. To'g'ridan to'g'ri zarbami? Ha! Himoyachi darvoza tomon ketayotgan to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Yana havolatib yo'naltirilmoqda. Xandari ham hech narsa qila olmadi. Endi himoyachi xalal berdi. Outdan tashlab berilmoqda. Sachini de Silva raqib tomonga o'tdi to'p. Nepal to'p nazorati 70-30. Men bundan ham katta deb o'ylagan edim. Darvozabon qiyinchilik bilan qaytardi mana shunday zarbani ham. Baribir bu posbonga qoyil qolish kerak. Sakura Sevandi Subasinka. Takroriy lavhani ko'rdik, vaziyatni. Yana yon chiziqdan tashlanadi. Juda og'ir o'yin to'g'risi Shri Lanka uchun va kuzatuvchilar uchun ham. Bir tomonga hujum faqat va o'sha hujum ham juda sekinlik bilan amalga oshiriladi. Ammo o'zingiz ham bilasiz, ayollar futbolida daraja juda katta. Ya'ni bu ikki o'yinda aytayotganim yo'q. Osiyo qit'asida masalan Avstraliya, Shimoliy Koreya, Janubiy Koreya va Yaponiya bu juda katta terma jamoalar. Avstraliyaning qanday kuchli ekanligini bilamiz. Hattoki Barselonada o'ynardi avstraliyalik ayollar. Hozir endi Barsada bormi yo'qmi bilmadim. Lekin bir paytlar bo'lardi. Undan tashqari Shimoliy Koreya terma jamoasi ayollar toifasida dunyoda eng kuchlilardan bo'ladi ko'pincha. Ularning o'yini lekin juda tez. Shaxsan Avstraliyaning o'yinini ko'rgan sifatida aytishim mumkinki, kengurular yurti vakillari juda ham boshqa darajadagi o'yin namoyish etadi. Osiyo Kubogiga yo'llanma olgan terma jamoalarga oson bo'lmaydi. Paslar. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. 21-raqam egasi Nishat Hokar sekin ortga qaytmoqda. Himoya chizig'i vakili o'ng qanot himoyasida harakat qiladi u. Nisha
Yaxshi, zarba ko'ramizmi? Paslar davom etadi. Demak, hammasi joyida. Sakura Sevandi Subasingada. Va endi to'pni burchakdan bemalol tepaversa bo'ladi. 40-daqiqa tugamoqda. Yana bir standart. Nepal o'zidan kutilgan natijani ko'rsata olmadi birinchi taymda. Voy! Rai. Pas yaxshi chiqmadi. Ikkinchi temp. Shu qanotning o'zidan Rai qaytarib beryapti. Uzatma amalga oshirsa kerak. Bunday bo'lmadi. Rai. Ikkinchi qavatdan uzatma. Himoyachi osonlik bilan xavfni bartaraf etdi. Mana bu o'yinchi esa uzoqqa tepib yubormoqchi bo'lganda, qaytarish o'rniga o'z darvozasi tomon yo'naltiryapti to'pni Shri Lankaliklar. Cross muvaffaqiyatsiz tugadi. 4-raqam egasi Sachini De Silva to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Tezda tashlashyapti outdan. Chunki Nepal vakillari sezib turibdiki, bu guruhda gollar ahamiyati ham rol o'ynab qolishi mumkin. Yaxshi pas. Qaytimi bo'lishi kerak. Bxandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Chiroyli gol. Rostdan ham. Texnikasi bilan yuqoridan tashlab qo'ydi hozir. Nepal sardori. Demak, Shri Lankada birinchi taymda birdan-bir standart vaziyat yuzaga kelyapti. Masofa olis, zarba bera oladigan futbolchi borligiga ishonmayapman ochig'i. Zarba berish mumkin, lekin to'p dumalab borishi ham mumkin darvozaga. Ammo tayyorgarlik ancha yaxshi. Sivanisvaranda, shuningdek bu yerda Imasha Stefni Dias ham bor. Aynan Dias zarba berishga qaror qildi. Yomon emas. Noaniq. Biz o'ylaganchalik kuchsiz ham emas zarba. 4 daqiqa vaqt qo'shib berilyapti. O'ng qanotdan hujum. Nishat Xokar markazga. Raibu. Bitta chap qanotga ko'chirildi. Yaxshi o'yladi. Gitarana uzatma, 4-gol. 4-0. Gitarana chiroyli pas amalga oshirdi va Sabitra Bxandari hat-trick muallifiga aylanmoqda. Turnir to'pchi kurash olib qo'yishdi. Qiyinchilik bilan bo'lsa-da va Nepal katta kuch bilan oldinga o'tyapti. Tanaffusga 5-0 hisobda yo'l olishi ham mumkin. Vaqt hali yetarli. Hattoki bundan ham yiriklashib ketishi ehtimoli yo'q emas. Kim birinchi yetadi? Himoyachi yaxshi pozitsiyada turibdi. Bxandari to'pni yo'qotdi.
Yaxshi pas. Tushunmovchilik. Yana qizillarga o'tyapti to'p. Yaxshi aldab o'tish qo'lga tegdi. Lekin qisqa masofa bo'lganligi va hisobdan kelib chiqib hakam bu yerda bu haqda o'ylamasa kerak. Bizga takroriy lavha namoyish etiladi. Bu boyagi gol, 4-gol. Bittada uzatma amalga oshirdi. To'pni to'g'rilab ham o'tirmadi, hattoki o'ziga Gitarana. Juda ko'pchilik bo'lib himoyaga e'tibor beryapti. Himoyaviy o'ynamoqchi Shri Lanka, ammo bilinib turibdiki, shunchaki ortga qaytgan bilan aynan ko'nikma hosil bo'lmagan hali. Chuqur himoyada o'ynash bo'yicha. Hali juda ko'p narsani o'zgartirish kerak bo'ladi. Shri Lanka terma jamoasi ustozi va katta ehtimol bilan ular chiqa olmaydi hal qiluvchi bosqichga. Lekin hali o'sish kerak. Keyingi turnirlar bor. Darvoqe 2029-yilgi Osiyo chempionatiga O'zbekiston mezbonlik qiladi. Yurtimizda mana shu toifadagi qit'a birinchiligini ko'ramiz hali. Nasib qilsa. So'nggi soniyalar birinchi bo'limdagi o'ng qanot tanlandi bu safar ham. Birinchi raqib aldab o'tildi. Ikkinchi qavatni uzatma. 5-golni ko'rmaymiz shekilli. Qaytarib berdi. Endi ko'rsak kerak. Voy. Bxandari. To'g'ri. Sabitra Bxandari so'nggi epizodda zarba berdi va hech narsaga erisha olmadi. Tanaffusga chiqamiz do'stlar. Nepal katta ustunlik bilan harakat qilyapti. Hat-trick muallifi bo'ldi mana bu futbolchi. Va birinchi bo'lim 4-0 hisobida yakunlandi. Hozircha tanaffus. Bunyodkor stadioniga qaytganmiz qadrli do'stlar. Shri Lanka hamda Nepal terma jamoalari o'rtasidagi Osiyo Kubogi saralash bahslari ikkinchi tur o'yini F guruhida Nepal terma jamoasi birinchi taymdan so'ng 4-0 hisobda g'alaba qozonmoqda. Jamoa sardori va yetakchisi Sabitra Bxandari hat-trick muallifiga aylandi. Umuman 4 ta gol urdi jamoa va o'zgarish bo'lganini ko'ryapmiz. 15-raqamdagi futbolchi Sanduni Sevmini o'z o'rnini 17-raqamdagi Imishaga bo'shatib berdi. Shri Lanka terma jamoasida mana shunday o'zgarish, yarim himoyachi maydonga tashlandi hujumchi o'rniga. Ya'ni biroz ortga e'tibor qaratishga qaror qildi Mumkin Pretiray. Doimiylik mana shu 21-raqamdagi Madubashini Navanjana Pereira darvozabonga to'pni tepishdi, to'pni o'yinga kiritishda yordam beryapti. Chap qanotdan tashkil etilayotgan hujumni ko'rdik, uzoqlashtirib yuboryapti. Shri Lankada o'yin malakasi juda kam ekanligi ko'rinib turibdi. Tajriba haqidagi gapirmasak bo'ladi. Malaka, o'yinga moslashish deyarli ko'rinmayapti. Imkon qadar uzoqqa tepib yuborishga, shu tariqa xavfni yo'qotishga harakat qilyapti Shri Lanka ayollari. Biroq shuni ham
ko'p hollarda uddalash qiyin bo'lyapti ular uchun. Mana masalan hozirgi hujum. To'p olib qo'yilmoqda Sabita tomonidan. Magar Ray o'zini taklif qildi, lekin u qanotdagi jamoadoshiga to'pni tashlashga qaror qildi. Samiksha Gimeri aynan o'zi yon chiziqdan tashlamoqda. To'p maydonda qoldi. Ikkinchi qavatdan uzatma. Mana endi hujum tashkil etilishi mumkin edi, bo'lmadi. Markazda Rashmi, Kumari, Gisin hujumchi, markaziy hujumchi, lekin asosan Sabitra Bhandarining ortida o'ynamoqda. Darvozabon Sakura Sevandi Subasingha va jabrdiyda Rashmi Kumari Gisin ikkalasi yolg'iz, yuzma-yuz. Hakam Wang Chiehning ruxsati kerak. Xo'sh. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana gol muallifi. Boy 10-raqamlik ko'ringan edi, biroz adashgan ekanmiz. Gitarana zarba bergan. Jabrlanuvchi Kumari Gisin emas. Bitta zarbasidan bittasi aniq. Nepalning 24 ta zarbasidan 12 tasi. Ya'ni teng yarmi. 25-zarbaga qarab boryapti jamoa. Zo'r kombinatsiya. Himoyachi so'nggi pallada tegib qoldi to'pga. Darvozabon esa uni egallab olyapti. Sakura Sevandi Subasingha darvozabon, uning nigohlari nega bunchalik ekanligini taxmin qilish qiyin emas. Jamoasi juda yomon o'ynayapti. O'tgan turda 10 ta gol o'tkazib yubordi. Bu turda hozircha 5 ta o'tkazib yubordi. Albatta uni yaxshi kayfiyatda ko'rib bo'lmaydi hozir. Handari bugun O'zbekiston raqibini mag'lub etadigan bo'lsa, biz keyingi turda O'zbekiston bilan Nepal o'rtasidagi yaxshi o'yinni ko'ramiz. Zarba yo'llay olmadi. Bunchalik zarbasi yomon ijro etilmagan edi. Barcha o'yinlar milliy stadionda bo'lib o'tadi. Mana shu stadionda O'zbekiston umid qilamizki, guruh g'olibi sifatida keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Shuningdek, I guruhida ham o'yinlar bo'lib o'tyapti. Guam, Vyetnam, Birlashgan Arab Amirliklari hamda Maldiv orollari o'rin olgan o'sha guruhdan va o'yinlar Vyetnamda bo'lib o'tyapti. Vyetnam mezbonligida. Birinchi turda 62-daqiqa 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ha do'stlar, 6-gol. Kutib oling. 21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokar standartda oldinga o'tib jamoasiga gol urib berdi. Shuningdek, A guruhi bahslari hali boshlanmagan. Eron, Iordaniya, Livan, Singapur, Butan joy olgan A guruhdan va o'yinlar Qatarda bo'lib o'tadi. Bu o'yinlar 7-iyul sanasida start oladi. Shuningdek, H guruhida
Shimoliy Koreya, Malayziya, Falastin, Tojikiston joy olgan. Bu yerda bahslar Tojikistonda o'tkazilyapti. Shimoliy Koreya birinchi turdan so'ng yetakchi. Malayziya ham Shimoliy Koreya bilan bir xil ochko jamg'argan, lekin to'plar farqi bor. Malayziya Falastinni 1-0 hisobida mag'lub etdi. Oxirgi daqiqalardagi gol evaziga Shimoliy Koreya esa Tojikistonni 10-0 hisobida taslim qildi. Men aytib o'tdim, Shimoliy Koreya umuman boshqa daraja ayollar futbolida. Ikkinchi tur o'yinlari endi bo'lib o'tadi u yerda. O'ng qanotdan yurishni ko'ryapmiz. Nepal jarima maydoni ichiga kirib bordi. Qaytarildi. Xokar zarbaga aylanib ketdi. Mana shu uzatmasi. Darvozabon qiyinchilik bilan bartaraf etyapti ushbu vaziyatni. Sakura Sevandi hali ko'p ko'ramiz. Mana o'sha gol. Uzatma muallifi Anita Basnet, 11-raqam egasi. Yaxshi pas keldi. To'p uncha kuchli kelmadi, qulay bordi boshga. Jarohat bo'lish mumkin. Tushani Madushikada 12-raqam egasida. Shifokorlar tushdi. Nepal terma jamoasi tarkibida o'zgarish. 10-raqamli Rashmi Kumari o'rniga 15-raqamli Anita. 11-raqamli Anita Basnet o'rniga 2-raqamli Pooja Rana. 21-raqamli Nisha Tokar o'rniga 3-raqamli Bimala o'yinni davom ettiradi. Demak, Anita Basnet 11-raqamdagi futbolchi maydonni tark etdi. Pooja Rana 2-raqamda. Shuningdek 21-raqamdagi Nisha Tokar o'rniga Bimala maydonga tushdi 3-raqamda. To'g'ridan to'g'ri darvozaga zarba ko'rish ehtimolimiz yuqori. Jamoadoshlaridan ajralib turgan Sabitra Bahandari zarba yo'llaydi. Hakamning ruxsatini kutyapti. Ruxsat berildi. 9-raqam egasi darvozaga zarba ustunga tegyapti. Birinchi taymda u standartdan gol urgan edi, lekin jonli devorga nisbatan ishlatilgan qo'pollik uchun gol inobatga olinmadi. Ray to'pni oldirishga bir baxya qoldi. Pas Ali Zidanni o'xshata olmay qoldi. Nepal vakilasi unga raqibasi xalaqit qildi.
out. Yaxshi. Ulgurmaydi. Endi himoyachi shu yerda ham o'tkazib yuborsa, terma jamoa darajasidagi futbolchi bo'lmaydi-da. Ya'ni darvozabonga eng ko'p yordam berayotgan o'yinchi. Bu esa boyagi jarimadan yo'llangan zarba. O'xshamadi harakat. Yana yon chiziqdan tashlanadi, o'zgarishlar. Nepal terma jamoasi tarkibida. Demak, 7-raqamda o'ynagan futbolchi Renuka Nagarkote o'rniga 13-raqamda maydonga Substitution for Nepal. Player number 18, Sadika Rana Rekha replaced by player number 19, Podil qo'shildi. Chandra Khandari. Shuningdek, 19-raqamdagi futbolchi Renuka Nagarkot replaced by maydonga tushyapti. 18-raqamda Rekha Pujil. o'ynagan Sabita Rana Magar o'rniga o'sh zarba bera olmadi. Sabita Rana Magar o'rniga 19 raqamli Chandra Khandari. Chandra Bhandari Renuka Nagarkot o'rniga 13 raqamli Rekha Pujil o'yinga ko'rishimiz kerak. Chandra Bhandari 19-raqamda o'ynaydi. Sabitra Bhandari bilan o'xshashmi, aka-ukami? Opa-singilmi? Lekin aka-uka game o'xshaydi. Qaytarildi. Hozircha 19-raqam egasi ko'p ham ko'zga tashlangani yo'q. Burchak zarbasi 71-daqiqa tugagan zahoti shu ish sodir bo'ldi. Burchakdan to'p tepiladi. Ikkinchi raqamdagi futbolchi Puja Rana zaxiradan qo'shilgan yana bir o'yinchi. To'pni tepadi. Puja Rana yaxshi ko'tara oldi yuqoriga, zarba bera olmayapti hozir. Jarima maydoni ichidagi futbolchilar Ray eng ko'p mehnat qilayotgan futbolchisi shu Ray Nepal tarkibida. Yaxshi Puja Rana yaxshi o'ynadi. Jamoadoshiga mana bu uzatmani taklif qildi va Shri Lanka himoyachisi yo'l bermadi aslo. Anita sekin ortga qaytadi. Ha, yo'q, burchak zarbasi ekan. Puja Rana 10-burchak zarbasi. Qoyil qolish kerak. 10-burchak zarbasi 7-golga olib keladimi? Yo'q, himoyachi qo'ymadi gol urishga. Bu safar zarbagacha imkoniyat qoldirmadi. Ray chiroyli harakat, uzoqdan yo'llangan zarba rikoshet. Darvozabon ham qaytardi. 13-raqamdagi futbolchi Rekha Pudel mana shu o'yinchi zarba berdi.
Mana zarba chap oyoqqa to'g'rilab olib 10-burchak zarbasi. Qoyil qolish kerak. 10-burchak zarbasi 7-golga olib keladimi? Yo'q, himoyachi qo'ymadi gol urishga. Bu safar zarba Rana Bimala Sarasvati Hamal chap tomonga yosh ikkinchi qavatda orqali yana uzatma, mana gol 7-si. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Reka Pudel gol muallifi. O'sha muxlisning hayqirig'ini eshityapsiz. Juda kam stadionga tashrif buyurgan muxlislar, lekin nepallik kadrda ko'rayotgan ishqibozingiz shu kadrni ovoz bilan boyitib turibdi. Nepal darvozaboniga keyingi goldan so'ng to'p keladi. Bu shunday bo'lyapti. Goldan keyin markazdan boshlagan vaqti bir oldinga chiqmasa Shri Lanka qolgan vaziyatlarda to'liq o'z darvozasi oldida o'yin bo'lyapti. Lekin mana ishlayapti. Shri Lanka ustozi nimalarnidir reja qilyapti, o'rganyapti. O'zgartirishga harakat qilyapti. O'zgartiradigan narsasi juda ko'p. Endi bu Shri Lanka futboli tizimi muammosi. Faqatgina birgina murabbiyning muammosi bo'lmaydi. Futbol o'ssa, terma jamoalarning darajasi o'sadi. To'xtalish. Endi jarima emas, lekin yuzga tekkanligi uchun to'xtalish bo'ladi. 32 bo'pti zarbalari soni. Nepalning. Shifokor kerak ekan. Bu og'riqli. Oyog'i o'sha to'qnashuv vaqtida qayrilib ketgan bo'lishi ham mumkin. Muz yordamida hozir biroz sovutilyapti.
Ray juda ko'p mehnat qilyapti. Preti Ray markazni butunlay o'zi qo'lga olgan deyishimiz ham mumkin. Va ko'ryapmizki, hozir unga jarohat yetkazgan bo'lish ehtimoli bor. Yaxshi uzatma. Zarba ko'ramiz. Uzoq masofadan aniq borganda chiroyli gol ko'rardik, katta ehtimol. Sakson 5-daqiqaga keldik do'stlar. Out. Yon tomondan Bimala. Yomon pas emasdi. Oldingi uzatma. Yo'q, mana keyingi golni kutmadik, darvozabonni ko'rdik. Nepalliklar posboni mana shu Anjana Rana Magar bo'ladi. Va hozir yana maydonda yotibdi Nepal vakilasi. Bu Ray adashmayotgan bo'lsa. Tomoq qo'llab olishlari mumkin, to'xtalishdan foydalangan holda. Hattoki zambil bilan chiqib ketar ekan. Demak, jarohat jiddiy. Ikki darvozabonni ko'ryapmiz. Sakura Sivandi bu. Eng ko'p mehnat qilayotgan inson maydonda. Va ketdi. Hozir 5 ta o'zgarishni qilib bo'lgan Nepal ustozi keyingi o'zgarishni amalga oshira olmaydi. Va Nepal 10 kishi bo'lib o'yinni yakunlashga to'g'ri keladi. Handari tomonga uzatma bo'ldi. Himoyachidan chiqib ketyapti to'p. Madubashinini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor 8-golga. Juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Pujarana 8-0. 89-daqiqada bu golga erishdi Pujarana.
So'nggi daqiqa boshlanyapti. Birinchi o'yinda 9 ta gol urildi Laos terma jamoasi darvozasiga. Ikkinchi bahsda esa hozircha 8 ta gol urishni uddalashdi nepalliklar. Hozir onlayn jadvalda Nepal birinchi o'ringa chiqib oladi. Ochkolari sonini 6 taga yetkazadi. To'plar nisbati +17. Bitta ham to'p o'tkazgani yo'q va katta ehtimol bilan o'tkazmaydi ham. Ya'ni mana shu turda o'tkazmaydi. 3-turda juda qiyin O'zbekiston bilan o'yinda o'tkazmaslik. Biz favoritmiz. Bugungi Laos bilan o'yinda ham va 3-turda mana shu Nepal bilan bo'ladigan bahsda ham. Qulay keldi-da, e'tibor bering. Va o'zi ham lekin yo'nalishni topib zarba yo'lladi. Yo'lakchadan to'pni yuborib qo'ydi. Yetti daqiqa qo'shildi. 8-0 bo'lib turgan o'yinga. Hakam ko'rgisi kelyapti shu pasni. Peshqavat 9-golga borish mumkin edi, ammo tegib qo'ydi. O'z jamoadoshiga kelayotgan to'pga yo'nalishi o'zgarib ketdi. Charchoq bor, ayniqsa Shri Lanka vakillarida. Shunday xatolar juda ham ko'p kuzatilyapti, bir-birini tushunmadi. 13-raqam egasi Lakshika Rushani. Zaxiradan qo'shilgan futbolchilarda ham charchoq bordi. Zo'r. Mana Shri Lanka hujumda. Qulaylik bir yaxshi vaziyat Kavindi Jayakojidan. Uzoq cho'zilmadi va ortga qaytarildi.
markaz. Nepal bir kishi kam bo'lib o'ynayotgani sezilmoqda. Shri Lanka shunda ham hududiy ustunlikni qo'lga ola olmayapti. Toki jarima maydoni atrofiga yaqinlasha olmayapti. Markazdan o'tyapti, yomon emas. Davomi qadar yaxshi deb bo'lmaydi. Mahorat yetishayotgani yo'q. Tajriba deymiz. Tajriba hali mahoratdan keyin, u mahorat ko'nikma, malaka, maydonda o'ynash kerak. Keyin tajriba to'planadi. So'nggi soniyalar. Hakam oxirigacha kutadi nazarimda. Sivanisvaran ichkariga uloqtirib bermoqchi to'pni. Shri Lanka o'yin boshida bitta hujum qildi. O'rtalikda bir oldinga o'tishga urinib ko'rdi va mana yakunda hujum qilyapti. Mana bu zarba juda noaniq. Darvozabon to'pni ushlab oldi. 9-golga harakatni boshlayotganida hakam final hushtakini chaldi. 8-0 Nepal terma jamoasi 8-0 hisobda g'alaba qozonyapti va guruhda onlayn jadvalda birinchi o'ringa ko'tarildi. Bir necha soatdan keyin O'zbekiston terma jamoasi yana o'z o'rniga qaytishi mumkin. Buning uchun Laosni taslim etish kerak bo'ladi. Reportajimizni shu pallada yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi efirlarda uchrashguncha xayr, doimo sog' salomat bo'ling.